Assalomu alaykum. Savat xalq vakili, hurmatli mijozlar. Sizlarga hozirgi kunda bizni Xalq banki tizimimizda ayollar uchun imtiyozlarga ega bo'lgan kreditlar bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tsak. Bu kreditimiz nomi Dilbar krediti deb aytiladi. Bu kreditimiz Dilbar krediti ayol tadbirkorlar uchun qarz oluvchi qanday shartlari bo'lishi mumkin? Uni shart sharoitlari bo'yicha, shart qoidalari bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qarz oluvchi birinchi navbatda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lishi yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari. Yagona ta'sischisi yoki rahbar ayol bo'lishi lozim. Rahbar lavozimini kamida 3dan 1 qism ayollar tashkil etgan. Ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50% yoki undan yuqori bo'lgan kichik va o'rta biznes subyektlari bo'lishi kerak. Qarz oluvchiga qo'yiladigan talablar qanday bo'ladi? Kamida 1 yil oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ya'ni kamida 1 yil oldin ro'yxatdan o'tgan yagona darajadan ayol rahbar bo'lib yoki 50% dan kam bo'lmagan tartibda ta'sischi bo'lgan bo'lishi. Ikkinchisi, tadbirkorlik faoliyati 1 yil oldin ro'yxatdan o'tib, 6 oy kamida hozirgi kundan 6 oy oldin uzluksiz bank aylanmasine ega bo'lishi lozim bunda. Bank hisob raqamlarida 6 oy pul aylantirgan bo'lishi kerak. Qarz oluvchi ta'sischilar rahbari oxirgi 3 oy davomida o'zgarmagan. Bu degani ta'sischilar o'zgarmagan bo'lishi kerak. 3 oy oldin oxirgi 3 oyni ko'radi. Kredit tarixi salbiy yoki kredit tarixi davrida sud tartibiga undirilgan qaratilgan. Ya'ni kredit tarixi yaxshi bo'lishi lozim. Keyin maqsadi qanday bo'ladi? Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun tashabbuskorning ulushi qanday bo'ladi? Loyiha qiymati 30% dan kam bo'lmagan miqdorda 100 million so'mgacha kreditlar bo'yicha tashabbuskorning ulushi talab etilmaydi. Agar 100 million so'mgacha olgan bo'lsa, tashabbuskorni boshlang'ich badali talab qilinadi. Bunda 100 milliondan oshiqlarida 30% dan kam bo'lmoqda. Kredit summasi 50 million so'mdan 500 million so'mgacha bo'ladi. Bunda baholash ma'lumotnomasini tutiladi. Muddatini keladigan bo'lsak, biznesni kengaytirish uchun 3 yilga, asbob uskuna, jihoz, asosiy vositalar sotib olish uchun 5 yil, ya'ni 60 oy bo'ladi. Imtiyoz davri 3 oygacha, mijoz xohishina göre kredit muddati davomida istalgan vaqtda. Yillik foizi 100 million so'mgacha oladigan bo'lsa, 23%, 100 milliondan 500 milliongacha bo'lgan bo'lsa, 20% hisoblanadi. Bank o'z mablag' hisobidan ajratiladi, milliy valyutada so'mda ajratiladi. Kredit ajratish shakli mijozning Xalq bankidagi hisob raqami pul o'tkazish bo'ladi. Ya'ni hisob raqami bizda bo'lishi kerak, shu hisob raqamida o'tkaziladi. Garov ta'minotini keladigan bo'lsa, garov baholash ma'lumotnomasini o'rtacha shart baholangan mijozlar uchun 100 million so'mgacha garov uchun shaxs kafiligi kredit tayinlash qatori to'plash uchun sug'urta qo'yish bilan aylanadi. To'lov grafiki annuitet yoki differensial. Bunda to'lov sanasi mijoz xohishina ko'ra oyning 15-karasidan bu bo'yicha hozirgi kunda bizda resurslar agar shunday tadbirkor bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin.